Navbatdagi savol. Bir yoshdan endi oshgan farzandim namoz o'qishni boshlasam yig'lashga tushadi. Ko'pincha tinchlanishi uchun va suralar qulog'iga kirishi uchun ham namozni ovozim eshitiladigan darajada baland o'qiyman. Ayollar ovozini chiqarib o'qisa namozi qabul bo'ladimi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulilloh va ba'd. Agar bu darajada bo'lsa bo'ladi, ya'ni unda ehtiyoj holati bo'lsa, bolani tinchlantirish uchun ovozni chiqarib qo'ysa, u hayron bo'lib bola qarab qoladida, nima qilyapti ekan bu deb. O'shanday holatlar bo'lsa bo'ladi. Ya'ni ehtiyoj holatidan kelib chiqib, ayol kishi ovozini chiqarsa namozi buziladi degan narsa emas bu. Sunnatga xilof holat bo'ladi, lekin sunnatga xilofligi agar ehtiyojdan kelib chiqqan narsa bo'lsa, vallohu alam, bu narsa sunnatga xilof ham deyilmaydi. Masalan, ba'zan bolani ko'tarib namoz o'qilinadi. Masalan, Rasululloh o'zlari Umayma bint Zaynabni nevaralarini yelkasiga ko'tarib namoz o'qiganlar, jamoatga imom bo'lib. U faraz qiling, qiz bolachani olib kelib yelkasiga mindirib qo'yib namoz o'qiyaptilarda, ruku ketishdan oldin ko'tarib qo'yib, rukuga borib, sajdadan chiqqanlaridan keyin, sajdadan turganlaridan keyin yana ko'tarib yelkasiga olib turib namoz o'qiganlar. Nima uchun? Unga bolani ushlab turadigan odam bo'lmagandir. Va yana shuni ummatga bir ko'rsatib ham qo'yganlarki, agar ehtiyoj bo'lsa, odam ba'zan shunaqangi sunnatlar ham bor deganday. Bu narsalarda, ya'ni bola masalasida, ya'ni ancha, ya'ni ko'p narsalarda yengillik beriladi shariatda. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bolalarni yig'isini eshitib, namozni qisqa o'qiyman, onasiga rahm qilib dedilar-ku. Jamoatda o'sha amallarni ham tezlashtirib o'qiganlari kelgan, Allohu a'lam.